Poytaxtimizda fintech va sun'iy intellekt davrida barqaror moliya, bank va moliya tizimlarining kelajagini o'zgartirish mavzusida xalqaro konferensiya o'tkazildi. Tadbir Bank Moliya akademiyasi tashkil etilganining 30 yilligiga bag'ishlandi. Konferensiyada mahalliy va xorijiy ekspertlar, yetakchi olimlar, xalqaro universitetlar vakillari, davlat tashkilotlari mas'ul xodimlari hamda yosh tadqiqotchilar ishtirok etdi. Ta'kidlanganidek, Respublika Bank Moliya akademiyasi o'tgan 30 yillik faoliyati davomida mamlakatimizda yuqori malakali kadrlar tayyorlash, ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish va moliya tizimi uchun zamonaviy bilim va ko'nikmalarga ega mutaxassislar yetishtirishda muhim o'rin egallaydi. Mazkur yubiley konferensiyasi akademiyaning bosib o'tgan yo'li, erishgan yutuqlari va istiqboldagi ustuvor vazifalarini muhokama qilish uchun muhim maydonga aylandi. So'nggi yillarda Bank Moliya akademiyasi ham o'zining xalqaro hamkorliklarini rivojlantirgan. Bugunga qadar hozir bizda ikkita, demak, muhim top 500 taga kiradigan oliy ta'lim tashkilotlari bilan qo'shma dasturlarni amalga oshirdik. Mana bugun ham turli hamkorlik kelishuvlarini imzoladik. Davlatimiz rahbarining har bir yig'ilishida, uchrashuvlarda sun'iy intellekt masalasi ko'tarilyapti. Shuning uchun bugungi konferensiyamiz aynan sun'iy intellekt va fintech texnologiyalari sharoitida aynan bank moliya tizimida barqaror moliya masalalariga bag'ishlangan. Uning natijasida o'ylaymizki, barqaror moliyani rivojlantirish bo'yicha, sun'iy intellektni joriy qilish bo'yicha muhim takliflarni biz ishlab chiqamiz va uni joriy qilish yo'nalishlarini belgilab olamiz. Shuningdek, anjumanda xalqaro ekspertlar tomonidan dolzarb mavzularda ma'ruzalar taqdim etildi. Bank Moliya akademiyasining 30 yilligi munosabati bilan chin qalbimdan tabriklayman. Bizning hamkorligimiz 2022-yildan buyon davom etmoqda. O'zbekiston biz uchun muhim hamkor. Mamlakatning kelajak yetakchilari salohiyatini rivojlantirishni qo'llab-quvvatlashda davom etamiz. Ta'kidlash lozim, mazkur xalqaro konferensiya Bank Moliya akademiyasining 30 yillik yubileyi doirasida tashkil etilgan muhim ilmiy amaliy maydon sifatida moliya bank sohasidagi islohotlarni chuqurlashtirish, ilmiy tadqiqotlar sifatini oshirish va xalqaro hamkorlikni yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qilishi bilan ahamiyatlidir.